Salom do'stlar, hozir 3 daqiqaning ichida xuddi shu Malibu mashinasini qanday qilib yutib olsangiz bo'ladi, aynan siz. Shu haqida batafsil ma'lumot beraman. Xo'sh do'stlar, Malibu mashinasini yutib olish uchun siz bizning standart onlayn kursimizni sotib olishingiz kerak. Standart kursni biz qanday qilib sotib olamiz? Bizda ikkita yo'l bor. Birinchisi, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz, sizga batafsil ma'lumot berib, bu kursni qanday qilib sotib olsangiz bo'ladi. Shuni tushuntirib berishadi yoki video tagida men Telegram bot qoldiraman sizlarga. Bizning akademiyamizning Telegram boti. Botga o'tadigan bo'lsangiz, bot sizga oynacha chiqaradi. Start tugmachasini bosasiz va sizda sotib olish tugmachasi chiqadi. Video instruksiyani xuddi shu joyda ko'rsangiz bo'ladi. Sotib olish tugmachasini bosganingizdan keyin karta raqamingizni kiritib, PayMe orqali yoki klik orqali xuddi shu kursni sotib olsangiz bo'ladi. Kursimizning narxi 2,5 million so'm. Bizning standart kursimiz, ya'ni onlayn. Onlayn kursda siz nimalar olasiz? Shu haqida ham batafsil ma'lumot berib o'tib ketay. Birinchisi, noldan boshlab YouTube'ni top professional urovenggacha o'rganib chiqasiz. Ikkinchisi, sun'iy intellekt bo'yicha eng kuchli mutaxassislardan darsliklarni olib, sun'iy intellekt bilan birgalikda YouTube'ni qanday qilib rivojlantirsa bo'ladi, shu haqida batafsil ma'lumot olasiz. Undan keyin hozirgi kundagi bo'layotgan yoshlar yo'nalishi bor, bizda short yo'nalishlari bor. U haqida ham batafsil ma'lumotlar olib, bir nechta ekspertlar YouTube akademiyasida sizga ta'lim berib kelishadi. Xuddi shu kurslarni o'qib, bizani mana shu videomizni ko'rgan bo'lsangiz, Instagramda 40 yoshli akamiz bitta emas, ikkita akkauntlarini monetizatsiyaga yetkazib, shu rezultatlarga yetib boryapti. Aynan shu kurs bilan bu yerda ko'p berilayotgan savollarning hammasi yopilgan. Masalan, monetizatsiyani qanday qilib qo'shamiz, qanday qilib bir haftada monetizatsiyaga chiqsak bo'ladi, qanaqa akkauntlar chiqilgan, qanaqa yo'nalishlarimizni ishlatamiz, uni akkauntlarni ko'tarib yuborish uchun nakrutkani qanaqa urish kerak, xuddi shu savollar juda takroran berilyapti. 5 tadan ko'p kuratorlar bo'ladi, har doim savollaringizga javob berib o'tiradigan. Bizda har hafta bir martadan Zoom video darslik, ya'ni men va boshqa yonimdagi ekspertlar sizga dars o'tib berishadi. Ya'ni 2 soat davomida ko'p odamlarning savollari yig'ilib qolgan bo'ladi. Agar kuratorlarimiz javob berishga uspet qilmay qolsa, demak siz hamma savollarni bizlar bilan birgalikda gaplashgan paytda bersangiz bo'ladi. Xuddi shu quyidagi sanab o'tilgan barcha yo'nalishlar va barcha modullar sizga xuddi shu kursda beriladi, do'stlar. Mana shu quyidagi sanab o'tilgan barcha bilimlarimizni 2,5 millionga sotib olib, siz Malibu rusumli avtomobil egasiga aylanishingiz mumkin. Xuddi shu konkursimizga qatnashib, mashina yutib olishni xohlasangiz, joyingizni bron qiling va eslatib o'tib ketaman, har bir odamning o'zining nomeri bo'ladi. Siz kursni sotib olgandan keyin botda bo'lsin yoki bizning menejerlar orqali sizga berilgan kod raqam bo'ladi. Oxirida mashinani o'ynatayotgan paytimizda barcha yig'ilgan o'quvchilarning orasida, ya'ni konkursga qatnashgan random tarzda bitta yaxshi bloger akamiz bilan bitta g'olibni tanlab chaqirib o'z qo'llariga kalitlarni topshiramiz. Demak do'stlar, o'ylaymanki batafsil ma'lumotga ega bo'ldingiz. Sizni kursda kutib qolaman.